nikoh avval osmonda o'qitilar ekan, keyingina o'sha juftliklar yerda topishishar ekan. Shu gapni eshitib hayron bo'ldim. Agar ular yerda bir-birini topishdan oldin ular osmonda nikohlatiladigan bo'lsa, demak bu ikkita juftlikni juftlik qilayotgan kim? Demak Alloh. Demak biz o'zimiz tanladik, o'zimiz tegyapmiz deb o'ylaymiz-u, aslida allaqachon biz uchun tanlab bo'lishgan bo'lar ekanda. Demak shu juft bizga bekorga uchramadi. Bu degani menga shunaqa yomon er berdi Xudoyim ekanda, meni yomon inson ekanman-da, Alloh meni yomon ko'rar ekanda deyish uchun aytmayapman bu gapni. Xudoyim hech qaysi bandasini yomon ko'rmaydi. Erkagingni qabul qilsanggina baxtli bo'lasan, erkagingni tan olsanggina baxtli bo'lasan deyiladigan gap bor-ku psixologiyada. Demak bu bejizga emas ekan. Biz o'z juftimizni qabul qilganimizda, tan olganimizda aslida o'sha inson o'zini qabul qilib, o'sha inson o'zini tan olmayapmiz, balki uni bizga bergan Allohni tanlovini tan olyapmiz. Tanlovini qabul qilyapmiz ekan. O'sha qabul qilib tan olganimizdagina u o'zgarar.